ma'rifat chiroqlari. Assalomu alaykum, ma'rifat chiroqlari eshittirishining muhtaram muxlislari. Bizni tinglamoq uchun radio ovozini balandlatgan barcha qadrdonlarimizga cheksiz ehtiromimiz bo'lsin. Omonmisiz azizlar? Sizlar bilan shu g'animat lahzalarda g'oyibona suhbatlashayotganimizdan behad shodmiz. Suhbatlarimizdan ma'naviy quvvat olayotgan bo'lsangiz, arzimas xizmatimiz maqsadi hosil bo'lgay deb umid qilamiz. Jamiyat hayoti, insonlarning o'zaro munosabatlari turli mavzularda qayta suhbatlashmoqni, mulohaza etmoqni va albatta xayrli xulosalar chiqarmoqni talab etadi. Bularning barchasidan ma'rifat urug'ini qalblariga sochmoq, ma'naviyat sarchashmalaridan qonib ichmoq maqsad etilgan. Bugungi suhbatimiz ham ko'p jihatdan har birimizga tegishli bo'lgan mavzu. Bir ota-onaning mehr bulog'idan qonib ichgan, bir dasturxondan taomlanib, bir oila quchog'ida o'sib ulg'aygan va taqdir izmi ila yo'llari turli tomonlariga boshlagan aka-uka, opa-singil munosabatlari haqida. Suhbatdoshimiz ilm-ma'rifat targ'ibotchilaridan biri, dinshunos mutaxassis Yusuf Muhiddinov. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. Alloh subhanahu va taologa beadad, behisob hamdu sanolar, shukrlar bo'lsin. Qadrli yurtdoshlar, aziz otaxonlar, onaxonlar, aka-ukalar, sizlar bilan bugun g'oyibona ko'rishib, Alloh subhanahu va taoloni bergan ne'matlariga shukroniy ne'mat qilib, bugunlik fazilatli onlarda bevosita ayni bu uchrashuv bilan bir qatorda oilada farzandlarning o'rni, ya'ni aka-singillar, ularni o'rtasidagi bir qator haq-huquqlari, bir-birlariga bo'lgan sadoqatlari va oiladagi ularni ustida bo'lgan tarbiyasi to'g'risida bir qator suhbat qiladigan bo'lsak, albatta buning hammasining boshlanishi oiladagi ota-onalarning o'rni, ularning tutgan tutumi, ular uchun dasturi amal bo'ladi. Vaholanki azaldan ota-bobolarimizdan qolgan bir iborani ishlatish o'rinli, joizdir, ya'ni qush iniga ko'rganini qiladi. Albatta ota-onalar qanday yo'l tutsalar, qanday tarbiyaga ega bo'lsalar va shu hayotlari davomida o'zlarini o'sha tarbiyasi farzandlariga ko'chadi. Farzandlari ana shu tarbiya bilan hayotlarini davom ettiradilar. Dinimiz ana shu nuqtai nazardan ayni hozirgi jamiyatda yashab istiqomat qilayotgan aka-ukalar, opa-singillar, aka-singillar, bularning o'rtasidagi muvozanat, ya'ni muomala, madaniyatda qanday baho beradi? Har bir narsa oila debojasidan boshlanadi. Ya'ni ota-onalardan kelib chiqadi. Jumladan jamiyat ichidagi kichik bir jamiyatda, ya'ni oila bag'rida unib o'sgan farzandlar albatta o'sha oiladan ta'sirlanadi. O'sha oila bilan tarbiyasi bilan hayot kechiradi. Juftlik maxluqot taqdiridir. Koinotda neki yaratilibdi, barchasining o'z jufti bor. Muqaddas bo'ston atalmish oila ham juftlik asosida bunyod bo'ladigan va insoniyat kelajagini davom ettirishni maqsad qilgan xilqatdir. Xuddi shu kelajak mevalarining qanday sug'orilishi, ularning taqdiri achchiq yoki shirin, go'zal yoki xunuk bo'lishini ta'minlaydi. Bu esa har jihatdan ota-onaga bog'liq. Ota-ona eng avvalo o'z farzandlariga hayot xaritasidagi yo'l ko'rsatuvchi mayoq kabidir. Dunyoda hamma narsa juft yaratilgan. Oy va quyosh, kecha va kunduz, yer va osmon, erkak va ayol, musbat va manfiy va hokazo.
Mohiyatan ularning har biri ikkinchisiga har jihatdan ehtiyojlidir. Mavjudotlar hayotda mana shu juftlik bilangina barqaror bo'ladilar. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo oyatda shunday bayon qiladi. Astaizu billah min kulli shay'in xalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Sadaqallohul azim. Alloh aytayapti, sizlar eslatma olishlaringiz uchun biz har bir narsani juft qilib yaratdik deb Zoriyot surasida Alloh taolo marhamat qilyapti. Allohning hikmatini qarang. Mavjudotlarning eng oliysi odamzodni ham o'z jufti bilan bir-biriga hech qaysi jihatdan o'xshamagan turmushda, fe'l va atvorda, munosabatda, fikrlashda farqli va ayni paytda bir-birini to'ldiradigan qilib yaratgan. Alloh taolo yana boshqa bir oyatda marhamat qilib aytayapti. Ya'ni vallohu ja'ala lakum min anfusikum azwajan va ja'ala lakum min azwajikum banina va hafadatan. Sadaqallohul azim. Alloh sizlar uchun o'zlaringizdan juftlar yaratib, juftlaringizdan sizlar uchun o'g'illar va nabiralar paydo qildi deydi. Nahl surasining 72-oyatida. Ana shunday juftlik sanalgan erkak va ayolning ilohiy nikoh rishtalari tufayli bir xonadonda, bir oilada ahl totuv yashashlari, nasl davomiyligini ta'minlab, umr guzaronlik qilishlari haqiqatan yaratganning ulug' san'ati va hikmatidan dalolatdir. Dinimizda oila qurishga erkak va ayol birdek targ'ib qilingan. Oila qurmasdan tarki dunyochilik yo'lini tutish qoralangan. Buning aksi bo'lgan nikoh ibodat darajasiga ko'tarilgan. Ya'ni Alloh taolo nikohni ibodat darajasiga ko'taryapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning nainki bu sunnatlari, Payg'ambar alayhissalom aytadilarki, oldingi payg'ambarlarning ham sunnatlari edi. Oldingi payg'ambarlar ham bu ishni qilganlar. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom bu borada rivoyat qilingan hadislardan birida ey yigitlar deydilar. Ey yigitlar, sizlardan qay biringiz oila qurishga qurbi yetsa, uylansin. Uylanish nomahramlarga ko'z tikishdan, ko'z tashlashdan, zinokorlikdan asraydi. Qurbi yetmagan kishi hatto roza tutsin. Bu ish ham uni shunday gunohlardan to'sadi deb marhamat qilganlar. Ya'ni buni Imom Buxoriy, Imom Muslim, Abu Dovud, Tirmiziy, Nasoiylar bu hadisni rivoyat qilgan. Muqaddas dinimizning eng buyuk da'vatlaridan biri bu tozalik va poklikka chorlovdir. Din poklikdir deyiladi muborak hadislarimizda. Ajdodlarimiz azaldan avvalo o'z ruhiyatini, vujudini, xonadonini, mahallasi-yu guzarini birgalashib butun yurtini pok saqlashga, ozoda tutishga katta ahamiyat berganlar. Buyuk donishmand Suqrotning har kim o'z hovlisini tozalasa, mamlakat obod bo'lur degan so'zi ham nihoyatda ahamiyatlidirki, bugun bu hikmatni har birimiz jon qulog'imizga quyib olmog'imiz darkor bo'ladi. Demak, farzandlarimizga poklik masalasida har jihatdan o'rnak bo'lmoq biz ota-onalarning muqaddas burchimiz hamdir. Ammo ma'naviy, axloqiy poklik barcha poklikdan ko'ra ulug'dir. Inson avvalo o'z ongini, qalbini, munosabatlarini poklik bilan sug'orsa, jamiyatda ham shu jamiyatning asosini tashkil qiladigan oilalarda ham muvozanat buzilmaydi. Bu muvozanatni mustahkam ushlab turadigan va uning kelajagini ham ta'minlab beruvchilar esa shubhasizki ota-onalardir. Islom ta'limotiga ko'ra oila yaratganning roziligini topish, Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning axloqlari islomiy odob bilan ziynatlanish va pok yo'l bilan insoniyat naslini davom ettirish maqsadida quriladi. Shuning uchun dinimiz nikoh asosida qurishga, ya'ni oila qurishga alohida ahamiyat beradi va nikohni insoniy axloqlarning eng muhimi sifatida yuksak qadrlaydi. Zero oila katta jamiyatning kichik bir bo'lagi deb aytdik. Ana shu jamiyatning ichida yomonlik va buzg'unchiliklarning barcha turlaridan xoli, tinch va obod bo'lishi. Avvalo
ushbu kichik jamiyatning tinchligiga bog'liq. Ya'ni o'sha oilada yashaydigan insonlarni, ularning xosatan kattalari oiladagi o'sha ota-onalarga bog'liqdir. Qush iniga ko'radi degan bir ibora bejizga aytilmaydi. Ota-ona qanday yo'l tutsa, farzandlar o'sha odob axloq bilan otalaridan, onalaridan olgan axloqni davom ettiradilar. Hozirgi paytda jamiyatda yashab turgan yoshlarimizni yoki oiladagi aka-ukalar o'rtasida bo'layotgan munosabatlarni agar bir qator e'tiborga oladigan bo'lsak, mana shu narsalarni, ya'ni oiladagi muhitni qanday ekanligini ularda ko'rsak bo'ladi. Shuning uchun ota-onalar agar hayot bo'lsalar, ota-onalar ularning ta'lim tarbiyasiga, ularni odob axloqiga mas'ul. Ya'ni kullukum ra'in va kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Har bir inson qo'l ostidagilari uchun mas'uldir. O'sha davlat qonunida ham, shariat ko'rsatmalarida ham mana bu narsa o'zini ko'rsatib o'tgan. Ya'ni ota-onalar farzandlar uchun ular mas'ul, javobgar ular. Davlat oldida ham, Allohning oldida ham albatta ular bu uchun mas'uliyatlarini, javobgarliklarini his qilib yashashliklari kerak. Inson xulqi eshitgani yoki o'qiganidan ham ko'ra ko'proq ko'rgani, guvoh bo'lganlaridan ibrat olib shakllanadi. Ayniqsa murg'ak go'dak oilasida ota-onasining har bir amalidan o'ziga yarasha andoza oladi. Deylik, ota farzandlariga har qancha mehribon bo'lmasin, o'z akasi yoki ukasiga mo'ltirab turgan singlisiga nisbatan befarq, mehrsiz bo'lsa, suyib erkalab ulg'aytirayotgan qiziga ham hademay o'g'illari shu munosabatni qaytarmaydi deb kim ham kafolat bera olardi? Yoki aka muhtoj, uka to'kis bo'lib turganda bir-birini bir-biriga ilinmasa, bu oqibat qanday baholanadi? Uning kelajakdagi to'lovi qanchaga tushadi? Aka-ukalarning bir-birlariga oqibat ko'rsatishlari, bir-birlariga mehr muhabbat bilan yashab istiqomat qilishliklarini shariat nima deb ataydi? Shariat, ya'ni silay rahm. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam silay rahmni joriy qilganlar, targ'ib qilganlar. Silay rahm, ya'ni yaxshilik qilish o'sha qo'l ostidagilariga, ya'ni aka-ukalar bir-birlariga, agar otalar dunyodan o'tgan bo'lsalar, qiz bolalarimizga akalari bo'lsa, ularga rahnamolik qilish, ularga qarash, ularning kamko'stlarini hozir qilish, nimaiki o'sha ehtiyojlari bo'lsa unga qarab turish, bu akalarning vazifasi yoki o'sha oiladagi erkaklarning, ukalarning vazifasi bo'ladi. Bir-birlariga mehr oqibat ko'rsatish bu shariatimizning ko'rsatmasidir. Aksincha, ba'zi bir oilalarda bo'layotgan bir jarayonlar, suhbatlarda bo'lganda ba'zi holatlarni ko'rib, insonni bir badanida jumbush paydo bo'ladigan narsalarni ham ko'rishga to'g'ri kelib qoladi. Ya'ni aka-ukalarning o'rtasida meros talashish, aka-ukalarning o'rtasida qandaydir bir arzimagan narsalar bilan bir-birlari bilan yillar davomida gaplashmaydigan yoki shunga o'xshash bir qancha misollarni keltirsak bo'ladi. Bir qorindan talashib tushgan jon bu dunyoni qaysi bir narsasiga kelishmasdan, bir-birlariga oqibat qilmasdan, bir-birlariga bir zulm qilib, bir-birlarini pand va nasihat bilan, hatto bir kichkina bir suhbat bilan ularning o'rtasini ochiq qilib qo'yish, ularga bir yaxshilik, bir-birlariga oqibat ko'rsatishlikka targ'ib qilish mumkin bo'lgan joyda yo'q. Qancha muddatlar, qancha yillar davomida bir-birlarini eshiklarini ochmaydigan insonlar bor, aka-ukalar bor. Oqibat ko'rsatmaydilar. Arzimagan narsalar bahona bo'lib, mana shu sabab bo'lib, oxir-oqibat bir-birlariga begona bo'lib ketganlar qancha. Dinimiz bularni qoralaydi. Vaholanki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aynan silay rahmga targ'ib qilganlar. Shuning uchun ham muhtaram qadrdonlar, bu dunyo ostonasida hammalarimiz qilayotgan har bir harakat ishlarimiz uchun Allohning huzurida javob beramiz. Alloh taolo bizlarga bergan imkoniyatdan foydalanib, bir-birlariga bir mehr muhabbat ko'rsatib, oqibat ko'rsatib, yuqorida aytilgan o'sha silay rahm bilan yashab istiqomat qilmoqlikka buyurilganmizmi? Aslida shunga amal qilgan insonlar rohat bilan, farog'at bilan bir baxtli hayot kechiradilar. Aksi o'laroq nogab bo'lib yurgan, ya'ni bir-birlariga o'sha jahl otiga minib, bir-birlarini yaxshilik bilan eslamagan insonlarni
Alloh subhanahu va taolo ularni tahqirlaydi. Ular Allohning huzurida ham javob beradilar. Ularga Alloh taoloning azobi bo'lib qoladi. Jamiyatimizda ham mana shu narsalar tahqirlangan. Alloh subhanahu va taolo o'stirayotgan oiladagi farzandlarimiz, zurriyotlarimizni Alloh hammalarimiz uchun bu dunyoda ham, oxiratda ham yaxshilik keltiradigan, bir-birlariga oqibatli farzandlar bo'lib, o'nib o'smoqliklarini yaratgan Alloh nasib ro'za aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakat. Oilalardagi sog'lom ma'naviy muhit insonni kamolotga yetaklaydi. Biz esa kamolotni maqsad etgan ma'rifatli qalb egalari bo'lmog'imiz va farzandlarimizni ham shu ruhda tarbiya etmog'imiz shart. Zero inson maqomi mana shunday xislatlari bilan azizdir. Muhtaram tinglovchilar, siz Ma'rifat chiroqlari eshittirishni tingladingiz. Suhbatdoshimiz ma'rifatparvar yurtdoshimiz Yusuf Muhiddinov bo'ldilar. Eshittirishni jurnalist Umida G'afforova tayyorlatib olib bordi. Rejissyor Erkin Irismatov. Omon bo'ling azizlar. E'tiboringiz uchun tashakkur.